Kompyuterimga qarab o'tirsam, ko'zim og'rib qolyapti. Ya'ni ko'p dars qila olmayapman. Faqat mendan bu muammo yoki hammadamikan? Salom do'stlar. Sizlar bilan Usmonjon Murataliyev. Agar kimda mana shu muammoga duch kelgan bo'lsa, bugun yechimini taklif qilaman. O'zimda bo'lgan muammo va yechim topdim ChatGPT yordamida. Bugun sizlar bilan shuni baham ko'rmoqchiman. Demak, bugun biz sezganlaringdek IPS monitor va TN monitor haqida gaplashamiz. Ya'ni notebook ekranlari yoki kompyuter ekranlari haqida gaplashamiz. Nega ko'zimizni og'ritadi? Bu tabiiy holatmi yoki buni yechimi bormi? Demak, bugun ikki xil ekran haqida gaplashamiz. Qaysi biri ko'rishga qulay, qaysi biri uzoq ishlashga yaxshi? Demak, TN ekran arzon, lekin kamchiligi ko'p. TN degani oddiy eski turdagi ekran. Meni 2013-yilda chiqqan Lenovo notebook'im bor edi va o'shandan foydalanardim. Juda yaxshi ko'rardim uni, ko'p ishlar bilan birga qilganman. Lekin ko'zim tez charchatib qo'yayotganini sezib qoldim va ChatGPT bilan gaplashsam, u TN ekranligini aytdi va menga IPS ekranni tavsiya qildi. Xo'p, tez ishlaydi, o'yin o'ynaydiganlar ko'p ishlatadi, narxi arzon, lekin yon tomondan qarasangiz rangi buziladi. Ya'ni TN ekran haqida gap ketyapti. Ranglari g'ira-shira, xira ko'rinadi, ko'z tez charchaydi. Eng asosiysi mendagi muammo ko'z tez charchagani bo'ldi va buni yechishga harakat qildim. IPS ekran sifatli, lekin qimmatroq. IPS degani zamonaviy sifatli ekran degani. Qimmat degani juda qimmat emas. O'sha yangi notebook olmoqchi bo'lsangiz, xullas qanaqa bo'lsa ham notebook olmoqchi bo'lsangiz, yangimi ishlatilganmi, faqat o'sha so'rab olsangiz bo'ldi. IPS ekranlisidan bering desangiz bo'ldi. Hop, ranglari tiniq, yon tomondan qarasangiz ham buzilmaydi. Film ko'rish, montaj, dars tayyorlash uchun juda yaxshi. Eng asosiysi, demak, ko'z kamroq charchaydi. Mana bu ham eng muhim xususiyat. Ko'z kamroq charchaydi. Men buni sinab ko'rdim. Mana buni ishlatyapman hozir ham. Lekin narxi balandroq, ishlash tezligi TNdan sekinroq. Lekin bu menga bilingan yo'q, tezligi. Ko'z uchun qaysi biri yaxshi? TN ekran arzon, lekin ko'zni charchatadi. IPS ekran qimmatroq, lekin ko'zga zarari kamroq. Uzoq ishlaydiganlar uchun IPS foydaliroq. Demak, mana ChatGPT ham IPS ekranni tavsiya qilyapti. Sinab ko'ringlar. Qanday tanlash kerak? Faqat o'yin o'ynayman, o'ynasam deysizmi? TN olavering. Ish qilaman, dars qilaman, video ko'raman deysizmi? IPS oling. Ko'p vaqt ekran qarshisida bo'lsangiz, IPS afzal. Menga o'xshab ko'p ekran oldida o'tirganlarga demak IPS tavsiya qilaman. Ko'zni asrash uchun maslahatlar: 20 daqiqada 1 daqiqa dam bering ko'zga deyapti. Telefon yoki kompyuterda night mode ni yoqing. Yorqinlik ortiqcha baland qilmaslik kerak. Kechasi ekranga kamroq qarang. Demak, ochkidan foydalanaman. Ochki va notebookda ekranni ham o'sha night mode ni yoqib qo'yamiz. Keyin yorug'likni ham o'rtacha qilib qo'yishimiz kerak. Thank you for your attention. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz qaysi notebookdan foydalanasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Hammaga omad. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.